Bu narsani to'g'risi qo'yaymi, qo'ymaymi deb rosa o'yladim. Chunki o'zimni juda ham ko'p tanish bilishlarim kuzatishadi. Основной bolalarga murojaat qilmoqchiman. Tanish bilishlarim обсуждение kerak emas, просто o'zinglarning fikrlarini aytib ketsanglar sizlar ham. Xullas gapni ko'paytirmaymiz. Yeysan yana deysan, asnamaytila bo'laman. Yoshim 24 da, Ismatilla ismim. Biz tandir va somsa savdosi bilan shug'ullanamiz. Biz bu qilayotgan ishlarimizdan uyalmaymiz, naborot faxrlanamiz. Xullas men bitta qiz bilan tanishib qoldim. U bilan 1 oy, 1,5 oy отношениyada bo'ldim. Qayerda ishlaysiz deb u ham so'ragani yo'q, men bitta ishlayman deb men ham aytganim yo'q. Menimcha oxiri chidamadi. Keyin so'radi qayerda ishlaysiz deb. Men yeysan yana deysan, asnamaytilaman. Mana tandir sotaman, somsa sotaman deb profillarimni ko'rsatsam, vohliroq aytmaysizmi? Menga shuni men aytolmam. Vohlimi, kechmi, nima farqi bor? Bu ishim nimadir o'zgartirmaydi, hal qilmaydi ish narsani desam, nima hal qilmaydi, ne o'zgartirmaydi? Uyalmaysizmi qilayotgan ishingizdan deydi. Voy, sen chindiroqmisan? Men nima uyalishim kerak edi? Men happay halol mehnatimdan nima uyalaman? Siz uyalmasangiz men uyalaman. Uydagilarimga nima somsachi, tandirchi deb aytamanmi dot? Mayli uydagilarim dot, o'rtoqlarimga qani ko'rsatchi, nima ish qiladi desa, men nima deyman deydi. Men bilasizmi o'zi kimman deydi. Men blogerman, telefonda o'tirib pul topaman deydi. Siz uchun bilmadim, men uchun bu narsa uyatmi? Mana shu bo'lgan narsani Instagramga qo'ymoqchiman. Odamlarning fikrini bilmoqchiman. Uyatmi yoki uyatmasmi deydi. Qizlarning fikrini bilmoqchiman deydi. Bemalol qo'yaver, o'zing uyalib qolmasang bo'ldi. Xullas biz qilayotgan ishimizdan umuman uyalmaymiz. Mana shu go'zal tandirlar narxini olmoqchi bo'lsanglar, kommentariyada plyus belgisini qoldiringlar. Sizlarga ham albatta narxini yozib yuboramiz. Meni yoshimdagi o'rtoqlarim, mendan kichkina ukalarim, sizlarga eng zo'r maslahat. Hech qanaqa sevgi yo'q, esdan chiqarsiz. Sizlarning ota-onanglarga sizlar bilan maqtana olgan o'g'il kerak. Ollaman, realni aytyapman, baxt pulda. Mana bunaqa tuftalarni gapiga chalg'ib qolgan. Halol mehnatinglardan hech qachon uyalmaysiz. To'g'risi men uchun bu narsa bozor. Videoni boshida ham aytdim, o'zimni tanish bilishlarim bor, qo'yaymikan, qo'ymaymikan deb shu narsani shunaqa vaziyat bo'ldi deb odamlarga bemalol gapirib chiqayin. Men ham bu yerdan shunaqa gapirib chiqaman. Uyatmi, uyat emasmi, o'sha yerda bilib olamiz. Biz uchun bilib olish ham kerak emas. Rahmat, o'zimizcha yaxshi bilamiz. Biz halol mehnatda to'g'ri yurimiz. Bolalar chalg'ib qolmanglar, faqat oldinga halol mehnatingizdan uyalmanglar bunaqa tuftalarni gapiga.